Ingliz tilini Alaykum assalom. Qanchadan beri o'rganyapsizlar? 3 oy, 2 oy bo'ldi. Meniki 1 oy. Uchta gap beramiz. Hop. Hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsanglar 100 ming yutolsanglar bo'ladi. Sizlarga o'zgartiramiz. Hop. Ikkitadan gap beraman. Hop. Okay? Tarjima qilib bera olsanglar har biringlarga 100 mingdan beramiz. Hop, bo'ldi, hop. Okay? Yaxshi. Ovqat juda mazali. Food very nice mi? Okay. Men kecha yangi futbolka sotib oldim. I buy yesterday new t-shirt. Zo'r, yaxshi. Sizga ikkinchisi. Menda yangi mashina bor. I have a new car. Wow, perfect. Zo'r. Sizni tabriklayman. Okay, sizga biz kitob o'qiyapmiz. We are reading book. We are reading a book. Okay, yaxshi. Qizil strelka ko'rsatayotgan joyga bossangiz, bizani 500 plyus o'quvchini xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim. Oz grammatika va so'z bilishsa ham deb nomlangan dars beriladi. Darsni 240 mingdan oshiq o'quvchilar ko'rib chiqqan. Siz ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Qiynoti ko'proq ingliz tilini o'rganishda. Ingliz tilini o'rganishda hozircha muammoyu. Yo'q, hamma cho'tkimi? Zo'r. Yaxshi. Sizdachi? Shu mavzular sal qiyinroq, lekin tushunish bo'ladi. Sal harakat qilish kerak, tushunsa bo'ladi. Lekin qiyinroq sal. O'zi nima o'rganyapsizlar? O'zi shu olti solib, katta bo'lganda Westminsterga kirib, shu keyin bitta yaxshiroq kasb egasi bo'lib, yaxshi yashash. Zo'r. Westminsterda men o'qiganman, juda ham zo'r joy. Xudo xolisa o'qisanglar. Endi bitta muammo bor-da, haqiqat. Ma'lum bo'la olasizlar.